Qo'limda oltin kartalar va obunachilarga 5 million so'm ishlatamiz. Birinchi bo'lib ishtirokchilarimizni qidirishdan boshlaymiz. Ishtirokchilarimizdan topish boshida rosa ko'p muammo bo'ldi. Borayotgan odamlarimiz ko'pi bizga yo'q deb javob berishdi. Ular bilishmayaptiki, juda ham zo'r imkoniyat qo'ligidan boy berishyapti. Chek, men topdim. Biz aka-ukadan YouTube kanallarimizda. Ismingiz nima? Topdim. Va nihoyat ishtirokchilarimizdan topdi. Endi o'yin qoidalari bilan tanishib chiqamiz. Qo'limda 3 ta oltin karta va uchalovda 3 xil summa. Hozir bizlarning baxtli obunachilarimiz bitta-bittadan tanlab olishadi. Tanladilar. Obunachilarimiz oltin kartani tanlab olishdi va ulardagi kartalarda har xil miqdorda summa bor. Agar ular olgan narsalar kartadagi summadan oshib ketadigan bo'lsa, hamma narsani qaytarishga to'g'ri keladi. Agarda summa yetdi, biz ularning hammasini olib beramiz. Va obunachilarga bor yo'g'i qancha vaqt beriladi? 10 daqiqa. 3, 2, 1. Vaqt ketdi. Bozor qilishni mumkin o'zingizga. Ishtirokchilarimiz bozorlik qilish uchun har tomonga tarqalib ketishdi. Rafael olaman. Ana qolish kerak. Ketadimi shu? Bo'ladi. Qani nima bo'ladi endi ko'ramiz. Kimda qancha pul borligini hech kim bilmaydi. Hozir buni yugurishdi. Lekin men bilaman, kimda necha pul kartalikni hozir keyin aytib qo'yishim mumkin. Bitta odamda 500 ming so'm, bitta odamda 1,5 million so'm, bitta odamda esa 3 million so'm bor. Varku, tez olaydi, 10 minutda tegi. Qancha so'mman shu olaveramiz. O'rtoqlar, hozir biz ko'rsatamiz, kimda 3 million pul borligini, o'sha odam nima otganini ko'rsatamiz sizlarga. Yo, men shuda, yo, kuda. Otdashing, voy. Слишком медленно harakat qilamiz. Normal narsa yo'q-ku. Qani Shohruxga birinchi bo'lib korzinka olgani ketdilar, hozir ko'ramiz. Brat korzinka oldilar-yu. Qani? Voy, yopib qo'yishganmi? Brat Magnumdan chiqib ketmadilar, ishqil? Ha, antikallar. Xo'p, ketib yuramiz. Brat savol javoblarni boshlaymiz. Nima kerak bo'ladi bizga birinchi bo'lib? Uy ro'zg'or qilasizmi yoki prosta xavf chiqaryapsizmi? Prosta, yaxshi. Bu yoqchi, qayerga? Nutella olaman. Hozir слишком этот naglый odam hisobi. To'lib qoldi-yu. O'shancha naqali qilib oling, qaramalik. Yo'q, bo'ladi. Sifatida olamiz. Voy, keling burishni oldingiz, bering, men qarashaveraman sizga. Yo'q, bo'ladi, o'zi sekin qarab. Korzinka ham olmabsiz-ku? Sizga qolsiz qarashaveraman. Sizga korzinka olib kelib beraymi? Olib keling, korzinka olib kelib bering, keling, vashik kam narsa olib. Bo'ldi. Men kofidan olyapman. Hamma oldimi? Tepsidan olaman. Voy, Yana nima olasiz? Bo'ldi. Yana bu narsa oling. Tepsidan oling. Faqat choyli joyda ekanmiz-da. Nari tarafdan boramiz. Yur. Qatga. Sen ichishga nimadir ol. Ichishga. Mana kola oling. Ana, oxir tarafdan qayerga bordi? Ana bo'lichalarimiz qalay ko'rishadi. Voy, ular arava ko'tarib yurishdi. Chamamiz amma. Men bitta kola oldim. Qani. Hali 7 daqiqaligi bor. O'ylagan narsalarimni oldim. Kelasizlar ham o'tishdi. Yogurt olamizmi? Qattiq olamizmi? Qattiq jinra olsa? Qattiq, ye. Jinra olsa? Yogurt qattiq edi. Mayli, qo'yavering. Qancha vaqt qoldi? Chak ichidimi uydagilar? Chak. Mayli. Boshi chorvoyga kichkina savat to'ldirish boshladilar. Keyin o'yladilar-da, tavakkal qilib turib katta korzinkani olib kelib o'shani to'ldirish boshladilar. Telefon shart emas. Ketdi, yana kim bor edi? Men qani ikkita sinimizda qayerda qoldi endi? Yogurtlar qattiq edi. Oxirgi ishtirokchilarimiz esa o'zlariga juda ham arzon va faqatgina shirinlik olishni boshlashdi. Bu kontrollaydi. Все, ketdi endi ro'yoblar. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu hamma narsaga summa yetarmikin kartadagi? Bilmadim. Qancha pul bor deb o'ylaysiz? Bilmaganimdan bilmayman. 500 cha bordir, 500-600 ming bor. Мороженое. Давай мороженое bize sıçrayalım. Sağlamam. Bizdan ko'rishib olishyapti. Qanday ketyapti bozorligimizga? Yaxshimi? Zo'r. Uyga bozorlik qo'yasizlarmi yoki просто O'zimizga. popkornni kerak bo'lmaymi? Конечно.
yon kerak ham kerak emasmi? Bitta olaylik. Siz qarayapsizmi shu yerga? Ha, o'lchab berasiz. Katta rahmat. Faqat sok bilan ko'p olar ekansiz sizga. Fish olamizmi? Fyusti olamizmi deb o'tirilmaydi. Primoy olinadi. Kelinglar, mana Lipton ko'k choy yoqatiligi, to'g'rimi? Boshqaringlar, ketdik. Soat necha o'tdi? Yetgancha 5 daqiqa vaqtingiz qoldi. Tezlashamiz. 5 daqiqa. Bo'ldi, olmaylik, bo'sh oshib ketadi. Men знаю. Bolalarga kartoshka olaylik. Student bolalar borda. Kelib qolsa. Universitetda o'qiysiz. Toshkent davlat texnika universitetida o'qiyman. To'g'ri aka. Ular korzinkani ham to'ldirib, uni ichiga yana o'rtoqlari uchun ham bozorlik qilish boshladilar. Ammo ulardagi limit yetmay qolsa nima bo'ladi? Ular emotsiyalarini videoning oxirida ko'ramiz. Bolalarga eng kerak narsa. Kartada pul bo'lib qolsa rosa duo qilishadi. Kvartiradagi bolalar. Menimcha yetadi-yu. Bu marmelad kesaylik-da. Da, вот. Shirinliklar. Faqat shirinlik olibsizlar, to'g'rimi? Yaxshi. Faqat biza shirinlik oldingmi? Da, yo'q, hamma shirinlik oldi hozircha. 4 minut qoldi vaqtingiz. 4 minut vaqtingizni nima oladingiz? Katta burka bo'ladimi deyman. Ha, gapirmang. Konditsionerni biliyor. Mana olib ko'raychi. Maligini ham bilmayman. Ket. O, taxta kelish menimcha kerak sizlarga. Oyimga takoy, sovg'a qilsam. Oling. Shu yetadi mana shu. Lekin tasan unutmanglar. Limitinglar bor, da. Mo'sh ba'zi narsalarni olib tashlaymiz. Chunki bular yordam berdilar-yu, narsa soldilar-yu, shunga o'rab. Balkim Atilatdan qilganimni bilishmayotgandir. Davay, bitta ko'p qimmat olib ketaman buni. Nechi pul turadi shu ko'pay? Bittasini eslatib o'tishim kerak. Ularda eng katta summa. Va bizda eng kam summani oldiga boramiz hozir. Shog'ir Bo'ldi, menimcha oladigan narsam qolmadi. Men qo'lga kelgan narsani olib tashladim. Futbol bilan ketadi-yu. Sog'lom turmush tarziga amal qilamiz. Bitta chaqchuqqa boramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana biror ancha ko'p narsa olib qo'yibdi. Lekin bitta narsani esingizdan chiqarmang. Vaqtingiz bo'lgani bilan baribir kartada limit bor. Shu narsani biz eslatib qo'yishimiz kerak. Pul o'tib ketdi ekan shu yerda. Taxmin qilib ko'ra olasizmi? 1 million qilgandirman. 1 millionlik bo'ldi da. Xo'p ko'ring, oling uyiga. Hamma ham yeyishadi bo'ldi. Vau! Qara qolganlar. Qolganlar bunchalik narsa bo'lgandi. Eng ko'p nima oldimmi? Hozircha-da. O'zi bozorlik qilgan tushganmidingiz? Ikkita narsa olaman deb kirgan. O'sha narsalarni oldingizmi? Yo'q, yedim. O'sha narsalarni olaylik unda. Qanaqa cho'kran joyga qo'y. Oyim kelyapti. Vilkani bittasini qo'yib qo'yasan. Kameraga olmang deb qo'yib. Agar xo'skasiga borgandan keyin olmasa. Sharmanda. Sharmanda o'yinni bichara nafsi bug'oyga shu. Karta bor ekan. 2 daqiqa vaqtingiz qoldi. Yana u narsa qo'shmaysizlarmi bunga? Yo'q, normal. Ha, bu narsa qo'shgan bo'lardi. Masalan, qara. Kartalarda qancha pul borligini bilganim uchun narsani solishni boshladim, lekin ular qo'rqib joyiga qo'yib qo'yaverishdi. Menga menimcha ishonishmayapti. Bizlarni qo'stirib. To'g'risini aytaymi, sen limitimiz ekanmi? Yo'q, mashina ham olsa bo'ladi. Yo'q, Yana bu narsa qo'sha olay xolasi. Точно. Kimlarni joyiga qo'yib qo'yamiz kerak emas. Hozir Bizning farq nimaga yo'q. o'zi bu narsani olsalar, ya'ni o'tirishganmi, nima uchun? Просто yana qo'shsangiz bo'ladi xolasi. Eski ko'pda fontan olmadik. Qaysi sanaqada ko'raman kiyman sizlarni? O'zimni. Aka-ukaga qo'llarim yetsam top berar. Bular ko'tarib ketishayting, bular hammasini xanaga o'xshab qolsa. To'g'ri kassiga o'tiraveramiz. Voy, sho'roy bozor o'pirib tashlabsiz. Kvartiradagi bolalarga duo qilishadi. Nechta bola bor o'tda? 6 ta bola bor. 6 ta bolaga oldi. Men bilan 6 ta. 6 ta bola. Qadashga qilinglar, aka-ukaga obuna bo'linglar, keyin ishtirokchilar ham bo'lib qolishi mumkin. Ishtirokchilarimiz kartalarda limit borligi sabab ortiqcha narsa olishdan juda ham qo'rqishdi va ayrim narsalarni qaytarib joyiga qo'yib qo'yishdi. O'ptasha bo'ldi, sen kelmasan. Ha, bo'ldi. Bizlarga fontan olmadi, aytib qo'yaman. Yo'q. Aka qo'shib ketdilar. Bo'ldi, yaxshi. Ikkalasi ham boya lipton qo'yib ketdi. Bittasi ikkita lipton, bittasi popkorn qo'shib yubordi senga. Ani aka kelyaptiradi, fanta qo'shib yubordi bitta buni. To'rtasi bor. Shuncha narsa oldi-yu, yetar. Hamma ortiqcha olib qo'yman, yo'qmayapti menga. Ammo ko'p olmadingmi? Hamma bizda ko'proq pul bor. Vaqtimiz ham tugashiga ozgina qoldi. Dildor opaga men qo'ldan kelgancha narsani solib berishga harakat qildim. Yo'qmasa o'zlari hech narsa olmayaptilar. 5, 4, 3, 2, 1. Bizning vaqtimiz tugadi. Obunachilarimiz narsa oldi. Endi bularni hozir kassada hisoblaymiz. Birinchi bo'lib Shohruh akani bozorlarini hisoblaymiz. Bu to'g'ri nechta bo'lgan? Nechta bo'lgan deb o'ylaysiz hammasi? Taxminan. 99 ming bo'lgan. Shu 499 ming hozir.
Mo'ljalda. Mana o'sha narxi 300 mingdan oshdi. Shohrux akani qilgan bozorliklar ularning kartadagi limitdan oshib ketdi, lekin o'zlari buni bilmaydilar. Hozir yuzlaridagi emotsiyani ko'ramiz o'rtoqlar. Oh, eng hayajonli daqiqalar. Shohrux aka hozir o'ylayaptilar, 6 kishini deb o'tdi bozorlik qilganlar o'zlarini bitmas. Общий summa 634 ming so'm bo'pti. Va bizning balansimizda summa отказ bo'ldi. Afsuski, Shohrux aka, siz olgan narsalar limitdan tashqari qildi. Xo'sh, qalay shirinliklar. Endi navbat qiz bola ishtirokchilarimizga. Ularda limit yetarmikan? Yoki ular limit katta limitga juda kam narsa olishganmikan? Ko'ramiz. Hozir ko'ramiz. Ilohim, этот limit yetsin. Sharmanda bo'lmaylik. Ota, xudo xohlasa kam narsa olmasak-ku. Kartoshka. Ular olgan narsa juda ham kam, lekin ularda eng katta limit bor edi. Men ularga qancha harakat qilmay qimmat narsa oldira olmadim. Savol. Nimaga faqat shirinlik, har xil ichimliklar oldinglar? Men sizlar o'rningizda bo'lganimda, misol uchun go'sht olgan bo'lardim-da, keyin pul yetmasdan chiqib ketgan bo'lardi. Sizni yoshingiz boshqa-da. O'sha qaribman. Bo'ldi, o'sha o'tib ketdi. Mayli, 3 ta odam отказ olar ekanda endi. Tavakkali. To'g'ri. Tavakkalli, boshi jingali. 700 qancha bo'ldi hozir? Siz 500 deb yurdi-ku. Hayajonli daqiqalar. Tabriklaymiz. Mana ularni kartasidagi summa tilla qoldi. Xarid qilgan narsalardan kartadagi summa ko'p edi. Tabriklaymiz. Ana tushib ketganniki Zafarniki degan ekan. MMD'miz bermaysizmi? Tamam. Rahmat kattakon. Kinder shartmas hali MMD'si o'zini oldi. Chenizga korona videosini. Yo'q-e? Da. Rahmat. Mana Yusuf senga ketdi. Nega senga boring? Mo'chilib o'pishimiz zo'r. Rahmat. Shundan yutdik mana. Oddi o'qirdi boshda o'sha. Eng ko'pini men olib qo'yibman, bunday olib qarasam. Tavakkal endi. Hozir birinchi ishtirokchimizdan keyin qolgan ishtirokchilar cho'chib qolishdi, pul yetmay qolishidan. O'shanga bu narsani hozir hisoblamas ekanmiz. Eng qizig'i Dildor opa meni cho'chityaptilar, chunki shuncha narsani men ularga o'zim solib berdim. Agar men solib bergan narsalardan keyin limit oshib ketib qolsa, ular qattiq xafa bo'lsalar kerak. 644 ming so'm. $879 ming so'm bo'pti. Kodini bilasiz? Nima daqiqalar va yozuv qanaqa yozuv chiqadi? Adobrini. Hammasini oldilar. Dildor opaga hamma narsa o'zlari bilan ketadigan bo'ldi. Tabriklaymiz. Mashina ham qo'shib hisoblab ko'raylik ularga. 25 ming so'mlik narsa bo'lgan ekan, yetarmi yetmasmi? Agar bunga ham yetsa, buni ham olamiz. Ketdi, bunga ham yetdi. Demak, hammasini hozir paketga solib beramiz. Mana endi hozir ishtirokchilarimizga ularning limitlarida qancha pul bor bo'lganini aytamiz. Birinchi ishtirokchimiz Shohrux aka, afsuski eng past balans edi, lekin u balans ham 500 ming so'm edi. Afsuski miqdordan oshib ketib qoldi. O'shaning uchun hamma narsani qaytarib to'rgan. Keyingi ishtirokchimiz Dildor opa. Ularning bozorliklari 1,5 million so'm pullari bor edi. Siz 1,5 million so'mlik narsa olsangiz bo'ladi. Men solgan narsalarni hammasini olish kerak edi. 2-3tasini qaytardi. Hozir o'pishga qilgan bozorlar 9 ming atrofida bo'ldilar. Uchinchi ishtirokchimiz Birdonov mehribonlarda 3 million so'm bor. 3 million so'm edi. Men sizlarga shuncha narsa soldim, sizlar fantan olib tashladinglar. Afsuski. O'ta qo'poqsa bo'lardi shunday. Texnoparkka borish kerak edi. Yutqizgan bo'lsanglar ham Shohrux akaga hozir 200 ming so'mlik bozor qilib beraman. Baribir 6 ta bola xursand bo'ladi. Bizlarni anta narsamiz qolgan. O'sha qolgan narsamizdan olamizmi? Qolgan narsalarni chopib, kerakligini olsak bo'ladimi? 200 bo'ladi. Adobrini. Siz bizani mag'lub, ammo xursand bo'lib ketayotgan ishtirokchimizsiz. Rahmat sizlarga. O'rtoqlar, Aka kanaliga obuna bo'linglar, ham videoroliklarni kuzatib boringlar. Keyingi rolikimizda balkim siz ishtirok etib qolishingiz mumkin. Hammaga omad. Keyingi videoni ko'rishguncha